shahar va qishloqda yashayotgan 75 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar va allaqachon pensiya olayotganlar diqqat bilan eshiting. Bugungi ma'lumot sizning daromadingizga, nafaqa va pensiya to'lovlaringizga, hujjatlaringizga va eng muhimi, pul o'z vaqtida kelish-kelmasligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki ko'pchilik menga baribir pul kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim holatlarda to'lov kechikadi, ayrim holatlarda qayta tekshiruv bo'ladi, ayrim odamlarga esa pul vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni sizning qo'shningiz, qarindoshingiz yoki ota-onangiz ham bilishi kerak. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasida eng katta muammo pulning mavjudligida emas, hujjat va ma'lumotlarning to'g'ri yuritilishida. Avvallari ko'p narsalar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan olingan arxiv spravkalari, qo'lda to'ldirilgan ro'yxatlar orqali hal bo'lardi. Odam pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga borardi. Mehnat daftarchasini ko'rsatardi. Ish staji hisoblanardi. Keyin nafaqa yoki pensiya tayinlanardi. Qishloqlarda esa ko'p odam men falon yili kolxozda ishlaganman, mening ish kunlarim bor, men mavsumiy ishlaganman deb hujjat izlashga majbur bo'lardi. Hozir esa yo'ldosh asta-sekin elektron ma'lumotlar bazalariga shaxsiy identifikatsiya, bank kartalari, yashash manzili, ish staji va daromadlar bo'yicha tekshiruvlarga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat sizning haqiqiy holatingizni hujjatlar orqali emas, ko'proq tizimdagi ma'lumotlar orqali ko'radi. Agar tizimda sizning pasport ma'lumotingiz yangilanmagan bo'lsa, agar bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, agar yashash manzilingiz boshqa joyda ko'rinayotgan bo'lsa, agar sizning nomingizda qo'shimcha daromad yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumot chiqib qolsa, to'lov masalasida savol paydo bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik pulni pochta orqali olardi. Pochtachi uyga kelardi, odam imzo qo'yardi, pulini olardi. Bu usulda ham muammolar bor edi. Odam uyda bo'lmasa, pul kechikardi, hujjat mos kelmasa, pochtachi bermasdi. Ba'zan qarindoshlar nomidan olishga urinishlar bo'lardi. Hozir bank kartalari orqali to'lov ko'paydi. Bu qulay, lekin yangi mas'uliyat ham bor. Karta faol bo'lishi kerak. Bankdagi shaxsiy ma'lumotlar pasport bilan mos bo'lishi kerak. Karta egasi tirik va o'zi foydalanayotgan bo'lishi kerak. Telefon raqami va bank ilovasi begona odam qo'lida bo'lmasligi kerak. Nima o'zgardi? Va nega bu 55 yoshdan oshganlar uchun muhim? Chunki aynan shu yoshdan boshlab ko'p odam pensiyaga tayyorgarlik ko'radi. Ayrimlar pensiya yoki nogironlik nafaqasi bo'yicha murojaat qiladi. Ayrimlar boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari bilan qiziqadi. Agar hozirdan hujjatlar to'g'rilanmasa, pensiya yoshiga yetganda odam oylar davomida yugurib yurishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjamroq bo'lishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh. Hujjatlarda farq bor odamlar. Masalan, pasportda ism Gulnora deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida esa Gulnora bo'lib qolgan. Yoki otasining ismi bir joyda Karimovna, boshqa joyda Karim qizi deb yozilgan. Bunday farqlar kichik ko'rinadi. Lekin pensiya hisoblashda muammo tug'diradi. Chunki tizim uchun bu ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchratganman. Odam 30 yil ishlagan. Lekin 2 yil staji eski hujjatda ism xatosi bo'lgani uchun darhol tan olinmagan. Keyin arxivga so'rov yuboriladi. Sud orqali fakt tasdiqlanadi yoki ish beruvchi tashkilotdan qo'shimcha ma'lumot olinadi. Natijada odam pulni birinchi oydayoq emas, keyinroq oladi. Ikkinchi guruh qishloqda mavsumiy, norasmiy yoki eski xo'jaliklarda ishlaganlar. Masalan, 78 yoshli erkak yoki ayol 1990-yillarda shirkat xo'jaligida, paxta terimida, fermada, bog'dorchilikda, suv xo'jaligida ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin hamma yillar mehnat daftarchasiga kiritilmagan. Ayrim yillar uchun ish haqi qaydnomasi bor. Ayrim yillar uchun yo'q. Bunday holatda pensiya miqdori kamayib ketishi mumkin. Chunki staj qancha to'liq tasdiqlansa, hisob-kitob shuncha aniq bo'ladi. Men bunday odamlarga hozirdan arxiv ma'lumotlarini yig'ishni maslahat beraman. Pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin tekshirish kerak. Uchinchi guruh bank kartasi, telefon raqami yoki shaxsiy ma'lumotlari eskirgan pensionerlar. Masalan, pensionerga pul har oy kartaga tushadi. Lekin karta muddati tugagan.
Odam buni bilmaydi. Chunki bankka bormagan, SMS kelmaydi yoki telefon raqami o'g'lining nomida. To'lov hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin foydalanishda muammo chiqadi. Ba'zan odam davlat pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul karta hisobiga kelgan. Faqat karta faol emas yoki bankda identifikatsiya yangilanishi kerak. Shahar aholisi bankka tezroq boradi, qishloqda esa odam markazga borishni cho'zadi. Natijada 1-2 oy asabiylashadi. 4-guruh bir vaqtning o'zida boshqa to'lov yoki daromad olayotganlar. Masalan, odam pensiya oladi, shu bilan birga rasmiy ishda ishlaydi. Bu hamisha muammo degani emas. Lekin ayrim ijtimoiy yordam turlari daromadga bog'liq bo'ladi. Kam ta'minlanganlik nafaqasi, ayrim kompensatsiyalar yoki yordam pullari oilaning umumiy daromadi, tarkibi, mulki, rasmiy ish haqi bo'yicha tekshirilishi mumkin. Agar oilada voyaga yetgan farzand rasmiy ishlayotgan bo'lsa, agar nomingizda avtomobil yoki yer uchastkasi bo'lsa, agar bank orqali doimiy tushumlar ko'rinsa, ayrim yordam turlari rad etilishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerlarga pul keladi degan gap to'g'ri emas. Pensiya bir masala, ehtiyojmandlikka bog'liq yordam boshqa masala. 5-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan yoki yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Ayrim odamlar farzandining yoniga ketadi. Bir necha oy boshqa viloyatda yoki xorijda yashaydi. Bu holatda to'lov turi, bank kartadan foydalanish, shaxsni tasdiqlash va yashash holati bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Men bunday odamlarga har doim maslahat beraman. Ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazidan o'z holatingizni aniqlashtiring. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan gapga ishonib qolmang. Har bir odamning to'lovi turi, staji, manzili va hujjati alohida. Birinchi misol, 26 yoshli ayol shaharda yashaydi, 25 yil bog'chada ishlagan, keyin 5 yil uyda nabra parvarish qilgan. U pensiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va chiqqan sanalar bor, lekin oxirgi ish joyi tugatilgan. Agar u hozir arxivdan ma'lumot olmasa, pensiya tayinlash vaqtida tashkilot topilmagani uchun kechikish bo'lishi mumkin. Agar hujjatlarni oldindan yig'sa, jarayon ancha osonlashadi. Ikkinchi misol, 6 yoshli erkak qishloqda yashaydi. Umrining bir qismini fermer xo'jaligida ishlagan, lekin hamma yillari rasmiy sug'urta badallari bilan ko'rinmaydi. U men ishlaganman-ku deydi. Lekin pensiya hisobida og'zaki gap yetmaydi. Ish haqi qaydnomasi, buyruq, mehnat daftarchasi, arxiv hujjati yoki boshqa tasdiq kerak bo'ladi. Agar 10 yil tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. 3-misol, 6-7 yoshli pensioner kartaga pul oladi. Karta muddati tugagan, telefon raqami esa eski. Pul tushadi, lekin naqdlashtira olmaydi. Bankka borganda pasport yangilanganini, bankdagi ma'lumot eski ekanini aytishadi. Bu yerda muammo pensiya tayinlanmaganda emas, texnik va identifikatsiya masalasida. Buni oldindan tekshirish mumkin edi. 4-misol. 9 yoshli ayol eri vafot etgandan keyin bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumot so'raydi. Lekin o'zi ham norasmiy daromad qiladi. Farzandlari bilan bir ro'yxatda turadi. Bu holatda qaysi to'lovga haqli ekani, oilaviy tarkib qanday hisoblanishi, daromad mezoni bormi yo'qmi, alohida tekshiriladi. Har bir yordam turi uchun alohida shart bor. Bir to'lovga mos kelgan odam boshqasiga mos kelmasligi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yangilangan, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz to'g'ri, pensiya har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, sizda qo'shimcha tekshiruv uchun sabab kamroq bo'ladi. Agar siz pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lsangiz va barcha ish yillaringiz elektron tizimda yoki mehnat daftarchasida aniq ko'rinsa, muammo kamayadi. Lekin baribir men hujjatlarni tekshirtib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bir dona noto'g'ri sana ham hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi nozik joy, pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormang. Pensiya odatda ish staji, yosh, badallar, qonunchilikdagi tartiblar asosida belgilanadi. Ijtimoiy yordam esa ehtiyojmandlik, oilaviy daromad, nogironlik holati, parvarish zarurati yoki boshqa mezonlarga qarab belgilanadi. Shu sababli bir odam pensiya olishi mumkin, lekin qo'shimcha yordam ola olmasligi mumkin. Boshqa odam esa kichik pensiya olgani uchun ayrim yordamga nomzod bo'lishi mumkin, lekin oilasining umumiy daromadi yuqori bo'lsa, rad javobi olishi ham mumkin. Ikkinchi nozik joy, ro'yxatda turish va haqiqiy yashash joyi. Masalan, pensioner qishloqda ro'yxatda, lekin shaharda farzandining uyida yashaydi. Yoki aksincha, shaharda ro'yxatda, qishloqda turadi.
ayrim xizmatlar va yordamlar mahalla, tuman, hududiy bo'lim orqali ko'rilgani uchun manzil muhim. Agar siz boshqa joyga ko'chgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda tartib bo'lishi kerak. Men shu yerda yashayman, lekin propiskam boshqa joyda degan holat ayrim murojaatlarda ortiqcha savollar tug'diradi. 3-nozik joy, qarindoshlar karta va pulni boshqarishi. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi o'g'il, kelin yoki nevarada turadi. Men bunday holatni xavfli deb bilaman. Chunki karta egasi pensionerning o'zi. SMS pin kod bank ilovasi begona odam qo'lida bo'lsa, pul qayerga ketayotganini pensioner bilmasligi mumkin. Yana bir muammo. Bank yoki davlat organi shaxsni tasdiqlash kerak desa, karta pensionerda bo'lmaydi. Shuning uchun pulni boshqarishda ishonch bo'lsa ham hujjat va kartani tartibli saqlash kerak. 4-nozik joy, ortiqcha to'langan pullar. Ba'zan tizim xatosi, kechikkan ma'lumot yoki noto'g'ri hujjat sababli odamga ortiqcha pul to'lanishi mumkin. Keyin bu aniqlansa, qaytarish masalasi ko'tariladi. Odam men aybdor emasman, pul tushdi, ishlatdim deyishi mumkin. Lekin rasmiy tartibda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun agar sizga odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darhol aniqlashtiring. Bu ayniqsa bir martalik kompensatsiya, qayta hisob-kitob, indeksatsiya yoki kechiktirilgan to'lovlarda muhim. 5-nozik joy, nogironlik va parvarish bilan bog'liq to'lovlar. Bu yerda tibbiy xulosa, komissiya qarori, muddat, qayta ko'rik sanasi muhim. Agar qayta ko'rik vaqti o'tib ketsa yoki hujjat yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Men ko'p odamlarga aytaman. Tibbiy hujjatlarning muddatini kalendarga yozib qo'ying. Ayniqsa yoshi katta odamning o'zi esdan chiqarishi mumkin. Qarindoshlari yordam berishi kerak. 6-nozik joy, ish stajini tasdiqlashda eski hujjatlar. Eski tashkilot tugatilgan bo'lsa, hujjatlar arxiga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma hujjat ham topilavermaydi. Agar hujjat topilmasa, qo'shimcha tasdiqlash yo'llari bo'lishi mumkin, lekin bu vaqt oladi. Shuning uchun 25 yoshdan oshgan odamlar, ayniqsa qishloqda turib eski xo'jaliklarda ishlaganlar, bugundan boshlab o'z mehnat tarixini tartibga solishi kerak. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi? Ish joyi qanday nomlangan? Keyin nomi o'zgarganmi? Tugatilganmi? Qaysi arxivda hujjat bo'lishi mumkin? Bularning hammasini yozib chiqing. 7-nozik joy, oilaviy tarkibni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatish. Ayrim odamlar yordam olish uchun men yolg'izman deydi. Lekin ro'yxatda farzandlari bor yoki aksincha, farzandlari boshqa joyda yashaydi, lekin hujjatda birga ko'rinadi. Bunday tafovutlar yordam tayinlashda muammo tug'diradi. Men hech qachon noto'g'ri ma'lumot berishni maslahat bermayman. Chunki bugun o'tib ketgandek tuyulgan narsa ertaga tekshiruvda chiqadi va pulni qaytarish yoki javobgarlik masalasi paydo bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilayotgan bo'lsin. Ism, familiya. Otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganini ko'ring. Tug'ilgan sana, shir, yashash manzili xato bo'lmasin. Agar eski pasportdagi ma'lumot bilan mehnat daftarchasidagi yozuv farq qilsa, buni oldindan aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tartibga soling. Mehnat daftarchangizni toping. Undagi barcha yozuvlarni ko'zdan kechiring. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, muhr, buyruq raqami, tashkilot nomi bor yo'qligini tekshiring. Agar muhr o'chib ketgan bo'lsa yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, shu tashkilotning huquqiy vorisi yoki arxiv bilan bog'laning. Qishloqda ishlagan bo'lsangiz, tuman arxivi. Sobiq xo'jalik hujjatlari, fermer yoki shirkat ma'lumotlari bo'yicha so'rov qiling. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddatida qachon tugashini ko'ring. Bankdagi telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsin. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, ishonchli yaqin odam yordam bersin, lekin barcha kod va pullar nazoratsiz qolmasin. Kartani yo'qotgan bo'lsangiz, darhol bankka murojaat qiling. Karta bloklangan yoki muddati tugagan bo'lsa, yangisini oling. 4-qadam, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, holatingizni oldindan aniqlashtiring. Mening stajim qanday ko'rinmoqda? Pensiyaga chiqishim uchun yana qanday hujjat kerak? Eski ish joyim bo'yicha ma'lumot yetarlimi? Mening to'lovimga ta'sir qiladigan qarzdorlik yoki hujjat kamchiligi bormi deb so'rang. Savolni og'zaki berib ketmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qoldiring.
Yozma murojaatga rasmiy javob bo'ladi. Bu keyin sizga dalil bo'lib xizmat qiladi. 5-qadam. Agar ijtimoiy yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkib va daromad ma'lumotlarini tayyorlang. Kimlar bir uyda yashaydi? Kimlar rasmiy ishlaydi? Kim pensiya oladi? Kim nafaqa oladi? Nomingizda qanday mol-mulk bor? Bularning hammasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Hujjatni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatishdan foyda yo'q. To'g'ri ma'lumot bilan murojaat qilsangiz, rad javobi bo'lsa ham sababini bilasiz va kamchilikni tuzatish imkoniga ega bo'lasiz. 6-qadam. Tibbiy hujjatlar va nogironlik muddatlarini kuzating. Agar sizda nogironlik guruhi bo'lsa yoki parvarish puli bilan bog'liq masala bo'lsa, tibbiy komissiya sanalarini o'tkazib yubormang. Shifokor xulosalari, tahlillar, ambulator karta, komissiya qarorlari tartibli joyda saqlansin. Qishloqda yashasangiz, oilaviy poliklinika yoki tuman tibbiyot muassasasidan oldindan navbat va tartibni so'rang. 7-qadam. Barcha muhim hujjatlardan nusxa oling. Pasport, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, o'lim guvohnomasi, arxiv ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari alohida papkada tursin. Men 55 yoshdan oshgan har bir odamga bitta pensiya papkasi qilishni maslahat beraman. Bu oddiy narsa, lekin eng ko'p vaqtni tejaydi. 8-qadam. Har bir tushgan pulni tekshirib boring. Har oy qancha pensiya tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Qo'shimcha pul nima uchun tushdi? Kamayish bo'lsa sababi nima? Buni bilib boring. Agar pul kelmasa, birinchi kuni vahima qilmang. Lekin 3-4 kun ichida bankdan va pensiya jamg'armasidan aniqlashtiring. Keyingi oy tushar deb yurish ba'zan masalan cho'zadi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga telefon orqali karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni aytmang. Sizga pensiya qo'shildi. Kodni ayting. Yordam puli chiqdi. Kartani tekshiramiz. Ro'yxatga kiritamiz. Oldindan pul yuboring degan gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar uchun sizdan SMS kod so'rashmaydi. Har qanday shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, bank yoki rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 10-qadam. Qo'shnilar aytgan gapni emas, rasmiy javobni asos qiling. Qishloqda ham, shaharda ham eng ko'p tarqaladigan xato shu. Falonchiga berishibdi, menga ham berishlari kerak. Hamma pensionerga pul tushar ekan. 55 yoshdan oshganlarga alohida to'lov bor ekan degan gaplar yuradi. Aslida har bir to'lovning sharti bor. Yoshning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Staj, daromad, oilaviy holat, sog'liq, hudud, hujjat va boshqa mezonlar hisobga olinadi. Shuning uchun siz o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Men ekspert sifatida yana bir muhim narsani aytaman. Pensiya va nafaqa masalasida vaqt eng katta omil. Hujjatlarni bugun tekshirsangiz, kamchilikni tuzatishga vaqt bo'ladi. Pensiya kuni kelganda aniqlasangiz, har bir arxiv javobi, har bir tuzatish, har bir qo'shimcha ma'lumot pulingizning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa 55 yoshdan oshgan ayollar va 60 yoshga yaqinlashayotgan erkaklar bu ishni ortga surmasligi kerak. Bugungi asosiy fikr shuki, pul hammaga bir xil tartibda va avtomatik kelaveradi deb o'ylash xato. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlarning har birida alohida shart, hujjat va tekshiruv bor. Hujjatida xato borlar, bank kartasi eskirganlar, ish staji to'liq tasdiqlanmaganlar, yashash manzili o'zgarganlar. Qo'shimcha yordam so'rayotganlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni, mehnat daftarchangizni, bank kartangizni, tibbiy hujjatlaringizni va yashash manzilingizni tekshiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, bankka yoki arxivga murojaat qiling. Savolingizni yozma bering, javobni saqlab qo'ying. Sizning hududingizda pensiya yoki nafaqa bo'yicha qanday muammo bo'lyapti? Pul vaqtida tushyaptimi yoki kechikyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni 55 yoshdan oshgan yaqinlaringizga albatta yuboring.